Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari. Yaxshimisizlar? Bugun 23-iyun sanasi. Qulupnaylarimizni yana bir tozalovdan o'tkazdik. Eski barglarini oldik kecha. Xudo xohlasa holati yaxshi. Inshaalloh. Ana sekin kelyapti mana. Sizlar boshlagan. Orada bitta joyda bateriya bo'lganlari bor. Ularda bateriya bo'lganlariga shu o'zini tanobidan chiqarib suqib qo'ysak, hosil beraveradi bular. Mana yulg'uncha mana yana chiqyapti. Hujjatlarimiz holati zo'r, xudo xolasa. Orada bir trips tushuvdi. Uni tozaladik, ayrim joylarda qolib ketgan. Tripsga qarshi dorilar berdik, kalsiy nitrat berdik. Mana o'ralar. Juda chiroyli. Inshaalloh hozircha trips yo'q, hasharotga ishlab turibmiz. Trips chaqqanlari mana qilib bo'ladi. Buni ham chaqqan, chala. Shunaqa qo'ygan ayrimlari. Bular endi mana xudo xolasa chaqmagan, zo'r keladi.